Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari. Yaqinlar mana bugun 19-iyun 2025-yil navbatdagi laboga tunuka bo'ldik. Bu akamiz labolarini Farg'ona viloyati Rishton tumanidan olib kelibdi. Laboni atroflariga tunuka qilingan. Polni ichlaridan shu izolyatsiyalar qilingan holatda bo'ldi. Bortlar ichidan mana bu joylarga konteyner taxtalar qo'yilgan. Mana bu joylarga peneplekslar joy-joyida qilingan. Poliga akamiz o'zini rezinkasi bor ekan. Shunaqa rezinkalari ham bor. Ichidan uchoq tushmaydigan listlari ham bor. Silliq holatda bo'ladi. Mana bu joylarga konteyner bu joylarga nimalari bor? Sandiqchalari bor. Akkumulyatorda zashtaqlar, ichiga arqon kulit, agnishiton narsalar soyishda bo'ladi. Tepalariga bagajlari bor. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Bordon qishlog'ida, svetofor yaqinida 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, like bo'lsa, do'stlar yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Kamchiliklarni ham kommentariyga yozib qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon